Dunyo shunchalik keng va sirli joylarga boyki, ularning aylanari hatto eng tajribali olimlarni ham hayratda qoldiradi. Bu joylar nafaqat insoniyat tarixining sirlarini yashiradi, balki fizika qonunlariga zid bo'lgandek tuyuladi. Bugun siz bilan dunyodagi eng sirli va g'ayrioddiy top 10 maskan haqida gaplashamiz. Bizning ro'yxatimizda birinchi o'rinda Angliyadagi mashhur Stonehenge. Bu ulkan toshlar doirasi ming yillar davomida olimlarni, arxeologlarni va oddiy odamlarni hayratda qoldirib kelmoqda. Taxminan 5000 yil avval qurilgan bu yodgorlik nega va kim tomonidan yaratilgani hali ham noma'lum. Og'irligi 50 tonnagacha yetadigan bu toshlar qanday qilib uzoq masofalardan olib kelingan va aniq doira shaklida joylashtirilgan? O'sha davr odamlari bunday ulkan toshlarni ko'tarish uchun qanday texnologiyadan foydalangan? Stonehengening eng sirli jihati uning astronomik aniqligi, toshlar quyosh va oy harakatlariga mos ravishda joylashtirilgan. Bu esa uni qadimiy kalendar sifatida ishlatilgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ammo ba'zi olimlar bu joy diniy marosimlar yoki hatto o'zga sayyoraliklar bilan aloqa uchun ishlatilgan deb taxmin qilishadi. Hatto bugungi kunda ham Stonehenge atrofida g'ayritabiiy hodisalar, masalan, noma'lum nurlar yoki tovushlar haqida xabarlar kelib turadi. Bu joy fizika qonunlariga zidmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Endi Tinch okeanining o'rtasida joylashgan sirli Paskal oroliga yo'l olamiz. Bu yerda dunyoga mashhur moy haykallari joylashgan ulkan toshdan yasalgan inson yuzli figuralar. Bu haykallar miloddan avvalgi 1200-1500 yillarda Arapa Nuh xalqi tomonidan yaratilgan. Ammo savol shundaki, bu og'irligi o'nlab tonnalarga yetadigan haykallar qanday qilib orol bo'ylab ko'chirilgan va tik holatda o'rnatilgan? Eng muhimi, nega bu haykallar yaratildi? Ba'zilar ularni diniy ramzlar deb hisoblasa, boshqalar o'zga sayyoraliklar yoki yo'qolgan sivilizatsiya bilan bog'laydi. Haykallarning ko'zlari osmonga qaragan, bu esa ularning yulduzlar yoki boshqa olamlar bilan aloqasi borligini taxmin qilishga undaydi. Hatto hozir ham Mo'ylar atrofida g'ayritabiiy hodisalar, masalan, sirli tovushlar yoki noma'lum energiya his qilinishi haqida hikoyalar aytiladi. Bu haykallar fizika qonunlariga zidmi yoki insoniyatning o'tmishdagi aql bovar qilmas qobiliyatlarini ko'rsatadimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Eng sirli joy AQShning Minnesota shtatidagi Devil's Kettle sharsharasi. Bu sharshara o'zining g'ayritabiiy xususiyati bilan mashhur. Uning suvi ikkiga bo'linadi. Bir qismi odatdagidek daryoga oqib tushadi, ammo boshqa qismi sirli ravishda yer ostidagi noma'lum teshikka g'oyib bo'ladi. Yillar davomida olimlar bu suvning qayerga ketayotganini aniqlay olmadi. Ular bo'yoqlar, kuzatuv moslamalari va hatto to'plarni tashlab ko'rdilar, lekin hech qanday iz topilmadi. Bu sharshara fizika qonunlariga zidmi? Suvning qayerga yo'qolib ketayotgani haqida turli taxminlar bor. Yer osti ko'llari, g'orlar yoki hatto boshqa o'lchovga o'tish joyi deb hisoblaydiganlar ham yo'q emas. Mahalliy aholi bu joyni iblisning qozoni deb ataydi va u haqida ko'plab afsonalar yuradi. Sizningcha bu sharsharaning siri nima? Dunyodagi eng mashhur sirli joylardan biri Bermuda uchburchagi. Bu Atlantika okeanidagi Miami, Bermuda va San Juan orasidagi uchburchak hudud bo'lib, bu yerda o'nlab samolyotlar va kemalar sirli ravishda g'oyib bo'lgan. 1945-yilda Flight 1900 deb nomlangan 5 ta harbiy samolyot bu hududda yo'qolgan va ularning izi topilmagan. Shu bilan birga qutqaruv samolyot ham g'oyib bo'lgan. Nima uchun bu hudud shunday sirli? Ba'zilar buni kuchli magnit maydonlar, o'zga sayyoraliklar yoki hatto suv ostidagi yo'qolgan sivilizatsiyalar bilan bog'laydi. Fizika qonunlariga ko'ra, samolyotlar va kemalar shunchaki yo'qolib ketmasligi kerak. Ammo Bermuda uchburchagi bu qonunlarni inkor qilgandek ko'rinadi. Hozir ham bu joyda kompaslar ishlamaydi va noma'lum hodisalar ro'y beradi. Bu hududning siri nima deb o'ylaysiz? Endi Ruminiyaga dunyodagi eng sirli o'rmonlardan biri
qo'la bashu o'rmoniga yo'l olamiz. Bu joy Transilvaniyaning Bermuda uchburchagi deb ataladi, chunki bu yerda odamlar yo'qolib ketgan, g'ayritabiiy hodisalar yuz bergan va hatto noma'lum uchuvchi narsa ko'rilgan. O'rmonning eng diqqatga sazovor joy daraxtlarning g'alati shaklda o'sishi, ba'zi daraxtlar spiralar shaklida burilib, g'ayritabiiy ko'rinishga ega. Olimlar bu o'rmonni magnit anomaliyalar yoki noma'lum energiya maydonlari bilan bog'laydi. Bu yerda tashrif buyuruvchilar o'zlarini kuzatilayotgandek his qilishadi, sirli tovushlar eshitishadi va hatto vaqtinchalik xotira yo'qotishlarini boshdan kechirishadi. Fizika qonunlariga ko'ra, bunday hodisalar oddiy tabiiy jarayonlar bilan tushuntirilishi kerak. Ammo Xola Bashu o'rmoni bu qonunlarni rad etgandek, bu yerda nima sodir bo'lmoqda? Tanzaniyadagi Lik-Natron ko'li bu dunyodagi eng g'alati va o'lik ko'llardan biri. Uning suvi shunchalik ishqoliki, uni tegsa, tirik jonzotlar toshga aylanishi mumkin. Ko'lda hayvonlarning toshga aylangan jasadlari topilgan. Bu esa uni afsonaviy Meduza ko'liga o'xshatadi. Ammo bu jarayon fizika va kimyo qonunlariga zid emasmi? Ko'lning qizil rangi va uning atrofidagi g'ayritabiiy sokinlik bu joyni yanada sirli qiladi. Mahalliy aholi bu ko'lni la'nati deb hisoblaydi va undan qochishadi. Olimlar bu hodisani ko'ldagi yuqori natriy karbonat miqdori bilan tushuntirishga harakat qilishadi. Lekin hayvonlarning toshga aylanishi hali ham ko'plab savollarni tug'diradi. Bu ko'lning siri nima? Polshadagi Krukti Forest bu dunyodagi eng g'alati o'rmonlardan biri. U yerda taxminan 400 ta qarag'ay daraxtlari g'ayritabiiy shaklda o'sadi. Ularning ildizlari yerda tekis, lekin tanasi 90 graduslik burchak bilan egilib, keyin yana tik o'sadi. Bu daraxtlar qanday qilib bunday shaklga ega bo'ldi? Ba'zilar bu hodisani insonlarning qasddan daraxtlarni egishi bilan tushuntirsa, boshqalar tabiiy anomaliya yoki hatto noma'lum energiya ta'siri deb hisoblaydi. O'rmon atrofida g'alati tovushlar va g'ayritabiiy hislar haqida xabarlar bor. Bu daraxtlarning shakli fizika qonunlariga zidmi yoki bu insoniyatning hali tushunmagan sirlaridan birimi? Janubiy Amerikadagi Mount Roraima bu tepas tekis bulutlar orasida joylashgan ulkan tog'. U tog'ning shakli va joylashuvi uni deyarli boshqa sayyoradagi landshaftga o'xshatadi. Uning tepasida o'ziga xos ekotizm mavjud bo'lib, bu yerda dunyoda boshqa hech qayerda uchramaydigan o'simliklar va hayvonlar yashaydi. Mount Roraima mahalliy xalqlar orasida muqaddas hisoblanadi va u haqida ko'plab afsonalar yuradi. Ba'zilar bu joyni yo'qolgan dunyo deb atashadi, chunki uning tepasida vaqt boshqacha oqayotgandek tuyuladi. Olimlar bu tog'ning shaklini geologik jarayonlar bilan tushuntirishga harakat qilishadi, lekin uning sirli muhiti va g'ayritabiiy hodisalari fizika qonunlariga to'liq mos kelmaydigandek, bu tog'ning siri nima? AQShning New York shtatidagi Eternal Flame Falls sharsharasi bu dunyodagi eng noyob joylardan biri. Bu sharsharaning ostida doimiy ravishda yonib turadigan olov bor. Ha, to'g'ri eshitdingiz, suv oqib tushayotgan joyda olov yonmoqda. Bu olov tabiiy gaz chiqishi tufayli yonadi, lekin uning doimiy ravishda yonib turishi olimlarni hayratda qoldiradi. Bu hodisa fizika qonunlariga zid emasmi? Suv va olov bir joyda qanday qilib birga mavjud bo'lishi mumkin? Mahalliy afsonalarda bu olov muqaddas ruhlar yoki noma'lum kuchlar bilan bog'liq deb aytiladi. Hatto olov vaqti bilan o'chsa ham u qayta yonadi, go'yo abadiy. Bu sharsharaning siri nima deb o'ylaysiz? Ko'rxatimizni Turkmanistondagi darvoza krateri, ya'ni do'zax eshigi bilan yakunlaymiz. Bu ulkan krater 1971-yilda geologlar tomonidan tabiiy gaz konini burg'ulash vaqtida hosil bo'lgan va o'shandan beri doimiy ravishda yonmoqda. 50 yildan ortiq vaqt davomida bu olov hech qachon o'chmagan. Kraterning o'lchami va doimiy yonishi uni g'ayritabiiy ko'rinishga olib keladi. Mahalliy aholi bu joyni do'zaxga eshigi deb ataydi va u haqida ko'plab afsonalar yuradi. Olimlar bu hodisani tabiiy gaz chiqishi bilan tushuntirishadi, lekin kraterning bu qadar uzoq vaqt yonishi fizika qonunlariga to'liq mos kelmaydigandek tuyuladi. Bu joyning siri nima?
balki u haqiqatdan ham boshqa olamga eshikdir. Mana biz dunyodagi eng sirli va fizika qonunlariga to'g'ri kelmaydigan 10 ta joyni ko'rib chiqdik. Stanley ulkan toshlaridan tortib darvoza kraterining abadiy olovigacha bu joylar insoniyatni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Sizningcha bu sirlarni qachondir yechamizmi yoki ular abadiy sir bo'lib qoladimi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozing. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.